Nechta farzandingiz bor? Aziz kuzatuvchilar, biz lazer operatsiyalarimizda davom etmoqdamiz. Endigi patsientkamiz 30 yoshda, 3 ta farzandi bor. Sherobod tumanidan bizda ikkita analni treshina, ya'ni anal surunkali anal yorug'i og'riq sindromi bilan bizga bezildi. Shuningdek ko'plab papillomatoz va anal kanalda struktura bilan bizga murojaat qilib keldilar. Hozir biz mana mahalliy og'riqsizlantirdik, to'liq endi lazer operatsiyamizni boshlayapmiz. Lazer operatsiyadan keyin sizlarga natijamizni ko'rsatamiz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, mana patsientkamizni lazer operatsiyasini tugatdik. Lazer operatsiyamiz yaxshi, samarali o'tdi. O'z oldimizga qo'ygan barcha maqsadlarga erishdik. O'sha antisurunkali anal yorug'i va gemoroylarni barchasini lazer yordamida bartaraf etdik. Bemorimizdan so'raymiz, qanday lazer operatsiya yoqdimi sizga? Yoqdi. Qanday og'riq bo'lmadimi? Og'riq bo'lgan yo'q. Qiynalmadingizmi? Yo'q. Siz o'ylaganchalik vahimali narsa emas ekanmi? Qo'rqdim og'riq bo'laman deb. Endi biz aytgan tavsiyalarga amal qilsangiz bo'ldi. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga barcha lazer operatsiyalarimizni natijalarini ko'rsatib boramiz.